Oldin namoz o'qiganimda juda boshqacha edi. 1 yil tashlab qo'ydim. Endi o'qiyapman, his qila olmayapman. Nimaga debdilar. Inshaalloh his qiladi. Ya'ni namoz o'zi bizni tuzatadi. O'qishda davom etaverish kerak. Men his qilmayapman, demak hali vaqt emas ekan. Unaqa narsa emas bu namoz. O'qiysiz, u sizni tuzatadi. His qildiradi, tushuntiradi, anglatadi. O'zingizni tanishni boshlaysiz. Atrofga bo'lgan munosabatingiz o'zgaradi. Hayotga bo'lgan munosabatingiz o'zgaradi. Yuzlaringizga nur, ko'zlaringizga ma'no, ovozlaringizga zalvor, salobat keladi. Bu narsalar hammasi sizni qalbingizdagi bir poklikni, tozalikni belgilaridir.